siyosiy vaziyatlar, dunyo iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Biz şu aşağı menişten burun saqçılarnınki balalarga tahdid qilib, sizlar ota-onalarni ko'rishib, sizlar degandek bir tasdiqlarni xabarini oldik. Anda bu balalarni derhal yo'lga solmasak, mavsum oxirida lagerga tutib ketadiganlik to'g'risida saqçılarning tahdidini olgandan keyin balalarni mavsum oxirida ishdim bir kun burun Qashqarga o'ynab kelinglar. Sizlar sayohat qilib kelinglar degandek gaplar bilan kiyim-kechak hech qanday narsani olmay ularniki faqat pol pasport bir narsani olib bilan yo'lga chiqish to'g'risida biz xat yozib bolalarga ko'rsatib turdik. Ular Qashqar aerodromiga yetib borgan vaqtida u yerda mening qizimningki yoshi yolg'iz menish nimasiga chigiga yetmaganlikdan ular o'z oldiga aeroplan bileti setib ololmadi. Şunu bilan ular boshqalarning yordami orqali u yerda aeroplan bileti setib olib u bolalar Shanxayga borgandan keyin konsulxonaga bordi, u yerda u ishchi kirgizmagan saqchilar, to'g'richilar. Bizning u bolalarga o'zi kichik bo'lgandan keyin amalga Uyg'ur bo'lganlik sababdan u yerda Xitoylar bolalarga yotoq bermadi. Çarşamba günü etigende benim çoğun kızım bilen küçük oğlum ikisi birle nimege mangdı. İş beceriş ornuğa. Ve ular bilan paranglashib, anda yatak kirgandan keyin men darhol biz yatak tushdik deb xabarini beraytinglar. Hemen hatırcam bo'lib ketay deb kurashdik. Ondan keyin bir saat o'tgandan keyin men unutgan o'xshaydi vallahi deb men gap qildim. Vallahi hech qanday javob berishmadi. Biz şu balalarımızı bir minut mu hatta bir sekund mu yadımızdan çıkarıp koymayımız hiç kanala. Daim şu balalarımızı dua kılımız, namaz dua kılıp, ibadet kılıp, açtık eslep durmaz. Biz bu yaşlı balalarımızın resmini göstersek, akşam kaçan günü var, akşam kaçan günü var, kaçanlık eklimizde devamlılık mı açtık? Bizim başka fikrimiz yok. Bu balın hiç qanday günahı yok, hiç qanday günahsız ballar. Anam bilen dadam bilen cem bulma, anam bilen dadam bayar yaşayma diyen bir günahı şu.